dushmaningiz nimadan o'lganini sudmay ham topa olmaydi. Bordi-yu dushmaningizni o'ldirib qo'ygan bo'lsangiz, davolanish vaqti keldi. Yaqinlaringiz ham o'lib ketmasidan tuzalib oling. Bizga Furotsilin kerak bo'ladi. 1300 so'mga olasizlar. Men chiqarib oldim. 10 ta tabletka Furotsilin, 100 gram achchiq tosh kerak bo'ladi. Bozordan olasizlar. Maydalab oldim. Sprey idishini olasizlar. O'zmakrada sotadi. 2000 ga sprey idish hamda oddiy shisha banka. Buni endi men qo'lbada qilaman. Shisha bankada ham tayyorlasanglar bo'ladi. Shisha idish yoki bankamizga 100 gram achchiq tosh, 10 dona Furotsilin tabletkasini solib, ustiga 500 ml filtrdan o'tgan suv yoki gazlanmagan suv solishingiz mumkin. Faqat krandan olingan yoki qaynatilgan suv to'g'ri kelmaydi. Yarim litr suv soldik. Uje rangi chiqyapti. Endi buni водяной banyaga qo'yib, erib ketguncha qizdirib olamiz. Suv qaynab chiqqandan keyin past olovda yarim soat qizdiramiz. Shunda achchiq tosh Furotsilin to'liq erib ketadi. Mana eritmamiz erib ham ketdi. Endi buni sprey sepadigan flakonimizga quyib olamiz. Tayyor bo'ldi. Eritmamiz har kuni kechqurun cho'milib bo'lib, hidlanadigan zonalarga sepib qo'yamiz. Oyoq kaftiga, qo'ltiq sohalariga sepiladi. Buni sepmasdan turib, avtobusga chiqib ko'rmang. Qo'ltiqlarni terlashi, hidlanishi va qo'lansa hid kelishini davolab oling.